oshqozonni qisman kesish amaliyotiga faqatgina ko'rsatmalar bo'lsagina murojaat qilishingiz kerak. Assalomu alaykum. Men Valiyeva Feruza Azatbekovna, 23 yillik ish stajiga ega endokrinolog shifokorman. Almaz Medline klinikasida ish faoliyati yuritaman. Bugun sizlar bilan qandli diabet va semizlik haqida gaplashmoqchiman. Qandli diabet qonda qand miqdorini oshishi va shu sababli kelib chiqadigan qator metabolik o'zgarishlar bilan xarakterlanuvchi kasallik hisoblanadi. Qandli diabetni kelib chiqishiga asosiy sabab bu noto'g'ri ovqatlanish va shuni hisobiga yuzaga keladigan semizlik hisoblanadi. Afsuski, hozir yoshlar orasida qandli diabetning ikkinchi tipi bilan kasallangan bemorlarning soni oshib bormoqda. Bunga sabab esa noto'g'ri ovqatlanish, ya'ni fast foodlarni, shirin va gazli ichimliklarni haddan ziyod ko'p iste'mol qilish hisoblanadi va aynan shu kasallikni oldini olish uchun biz ovqatlanish ratsionini korreksiya qilishimiz va jismoniy faoliyatni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Qandli diabet bilan kasallangan bemorlarda davolash uchun quyidagi choralarni ko'rib chiqamiz. Ratsionni to'g'irlash, jismoniy faollikni oshirish va medikamentoz davolash hisoblanadi. Afsuski, ko'p bemorlar medikamentoz davolashni cheklab o'tib, jarrohlik amaliyoti orqali davolanishni afzal ko'rishmoqda. Semizlikni jarrohlik amaliyoti bilan davolashni bariatrik xirurgiya deb nomlanadi. Bariatrik xirurgiyaga ko'rsatmalar va qarshi ko'rsatmalar mavjud. Qarshi ko'rsatmalarga indeks massa tela degan ko'rsatkichimiz bor, ya'ni vaznni bo'yga nisbatan nisbati olinadi. Ana o'sha indeks massa tela 30 dan past bo'lishi, homiladorlik va emizikli davr, og'ir psixiatrik kasalliklar, alkogolizm va narkomaniya va asosiysi medikamentoz davolash naf bermagan holatlarda qo'llanilishi kerak. Bariatrik jarrohlik amaliyotiga ko'rsatma bo'lib esa quyidagilar hisoblanadi. Bu indeks massa tela 35 dan yuqori bo'lishi, medikamentoz davolashdan effekt bo'lmagani, semizlik va qandli diabet natijasida yuzaga kelgan yondosh kasalliklarni avj olishi hisoblanadi. Bariatrik jarrohlik amaliyotini bir necha turlari bor. Ya'ni oshqozonni qisman rezeksiya qilish yoki oshqozon va ichak orasida shuntlash kabi usullari bor. Bu usullar bemorlarga individual ravishda tanlanadi. Aynan qaysi usuldan foydalanishni xirurg hal qiladi. Bariatrik jarrohlik amaliyotiga borishdan oldin bemorlar albatta terapevt, endokrinolog, xirurg, kardiolog konsultatsiyasidan o'tishlari shart. Shuni iltimos qilib aytamanki, bariatrik jarrohlik amaliyoti, ya'ni oshqozonni qisman kesish amaliyotiga faqatgina ko'rsatmalar bo'lsagina murojaat qilishingiz kerak. Boshqa holatlarda medikamentoz davolash usullarini tanlaganingiz ma'qul. Agar siz va sizning yaqinlaringizda bu kabi muammolar bor bo'lsa, marhamat endokrinolog shifokoriga murojaat qilishingiz mumkin.